Yakkabog' tumaniga suv filtrimiz chiqib ketyapti. Bu suv filtr nimalardan iborat? Biznes uchun qanday bo'ladi aytib o'taman. Tosh birinchi bosqichida 40 mikrongacha, 30 mikrongacha bo'lgan zarralarni ushlab qoladi. Ko'mir suvni tarkibidagi rang, hidni oladi, yumshatib beradi. Katanit suvni tarkibidagi og'ir moddalarni ushlab qoladi. Orqa tomondan 5 mikronli kartrij, mana prozrachnik ko'rinib turadi. Eng katta qulayligi qorayadi, ko'karadi. Sirazi almashtirishlik uchun 5 mikrongacha bo'lgan zarralarni ushlaydi. Undan keyin teskari osmos membranasi bo'ladi ichida. Suvni 99% tarkibidagi nima bo'lishidan qat'iy nazar olib tashlaydi. Kerakli elementlarni ham ma'lum miqdorda oladi. O'sha uchun yana qaytarib mineral berishlik uchun mana bu yerda mineralizatsiya bosqichi qo'yilgan. Mana shu bosqichda bo'ladi. Suv filtri aslida mana shunaqa holatda bo'ladi. O'lik suv bo'lmaydi hech qachon bundan chiqqan suv. Bu suv biznes uchun yengilroq, yana sammoyka variantlari ham bor. Bundan tashqari O'zbekiston bo'ylab yetkazamiz, o'rnatamiz filtrlarni. Unga kerak bo'ladigan ehtiyot qismlari hammasi bizda mavjud. 99 339 64 35 raqamlariga telefon qilasizlar. 15-avgust sanasida mana filtrimiz chiqib ketyapti. Har doimgidek Champion Burger. Manzilimiz Qarshi shahri.